Shunda choy ichish shartmidi? Belim. Arabchaga bormaganim bilindi. Siz kimsiz? Qo'toqalingni qiziman. Assalomu alaykum. Men jinni xotiniman. Har doimgidek 3 ta tilaging bor. Lekin bilib qo'y, senga bitta bersam, qaynanangga 10 ta bo'lib qaytadi. Roziman. Jinni. Chiroyli bo'lib qolishni xohlayman. Qaynanang sendan 10 barobar go'zal bo'lib ketadi. Mayli, erga berib boramiz. Abadayn, basharang, o'zgarang. Qoyil, xo'sh chiroyli. Ikkinchi tilakka nima tilaysan? Menga 65 million so'm pul kerak. Xonsaroy maniga investor bo'lmoqchiman. Nimaga? Xonsaroyning qurilib kelayotgan loyihalariga sarmoya kiritib, investor bo'laman va halol foyda olaman. Qaynanangga 650 million bo'lib qaytadi. Roziman. Kel, mani, qani. Mana. Rahmat. Senda 3-chi tilak. Tezroq bo'l, ketishim kerak. Bolalarim bog'chadan olishim kerak. Hali yakkasaroyga kelin salonga ham kirishim kerak. Yengil yurak xurujini xohlayman. Voy, ko'p kulmang. Tag'in menga ham shunaqa kelinlar uchramasin. Bo'pti. U bo'lsin, bu bo'lsin. Battar bo'lsin. Bo'pti, meni ishim tugadi. Keyin safar san choyligingdan chiqing. Kelin. Hov, kelin. Voy, oyijon, siz tirikmisiz? Meni o'lib qoldi deb o'ylovdingizmi? O'lmang, oyijon, o'lmang. Ha, hali yana o'lmayman. Xotirjam bo'ling. Ko'p yashang, oyijon. Boring. Inasi qo'yga choynakni olib chiqing. Choy ichamiz. Choynak?